Balla, короче, model yasab oldinglar. Ana endi ana bu yerlarga tekstura qo'yishlaringiz kerak. O'sha teksturani qanday qilib yasab olish mumkin? Men teksturaga rasmni olib bo'lganman. Masalan, ana bu rasm. Bu rasmda bitta narsa neto ko'rib turgan bo'lsanglar, rasm qiyshiq shaklda tushgan. Ya'ni ana bu yerni hozir joylashtiradigan bo'lsak, shu ko'rinishda bo'ladida, buni fakeligi, o'sha soxtaligi birdaniga bilinib qoladi. Biz buni yashirishimiz kerak. Buni to'g'rilash uchun biz o'sha statik qilib, o'sha 2D qilib, ana shu ko'rinishda 2D ga yopishtirib olishimiz kerak. Buning uchun Photoshop, Game shunaqa dasturlar ishlasa bo'ladi. Eng osoni biz ishlatadiganimiz Photopia. Bu Photopia web ilova bo'lib, rasmlarni xuddi Photoshop kabi darajada edit qilishga yordam beradi. Xo'p, Photopia ochilgandan keyin biz rasmni Photopiaga drag qilib, o'sha surib tushiramiz. Ana endi qiladigan narsamiz uni qirib olishimiz kerak. Faqat oddiy crop tool bilan emas, uni chap tugmachani bosib turganda perspektiv crop bilan qilamiz. Taxminan belgilaymiz. Keyin bo'lsa yaqinlashtirib har bitta nuqtani o'sha burchaklarga joylashtirib chiqamiz. Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, ana bu burchakni qora. Ana bu qora joylarini ham keyinchalik yo'qotsa bo'ladi. Hamma burchaklar to'g'ri olingandan keyin biz bunga bemalol apply bersak bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yaqinlashtirgan holatda ko'rib, aniq belgilab olishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, hozir belgilab oldik. Endi птичка tugmasini bossak, bu bizga shakl bilan olib beradi. Lekin bu yerda bitta narsa xato. Ana bu tepa qismi pastga tushib ketgan. Biz buni ikki xil yo'l bilan yo'qotsak bo'ladi. Misol uchun ana bu yerda shtamp tool. Shtamp o'sha klon qiladi, ikkita qiladi. Kattaligini kengaytirib olamiz. Yarqisini bo'lsa ozroq tushiramiz. Ana endi bo'lsa bu xuddi ana shu shaklda bo'lishi kerak ana bu yerda. Alt knopkasini bosib, chap tugmachani chap tugmachasini bossak, bu nusxa oladi. Keyin bo'lsa ustiga borib belgilaymiz. Bu bizga o'sha qismlarni yo'qotib beradi. Qolgan mayda detallarni qayta urinayotgan vaqtimizga qo'yamiz. Keyingi qiladigan ishimiz xuddi shu amalni pastki qismi uchun bajaramiz. Past qismi ham tayyor. Ana bu o'rtasiga qaraydigan bo'lsak, bu yoqda qanaqadir dog' turibdi. Lekin bizda o'sha qayta takrorlanmasligi uchun, hamma joyda ko'rinmasligi uchun shu dog'ni yo'qotishimiz kerak. Buni ham xuddi o'sha usul orqali yo'qotamiz. Qolgan mayda detallarga e'tibor berib, mana bu yerdagi mayda detalchalarni yo'qotamiz. Buning uchun o'sha toolimizni kichkinlashtirib olamiz hajmini. Yana ham agar jarayonda xato qilib ketadigan bo'lsak, misol uchun noto'g'ri joyini o'chirib qo'yadigan bo'lsak, Ctrl Z orqali orqaga qaytarishimiz mumkin.
Teksturamiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi uni test qilish uchun eksport qilamiz. Unga nom beramiz. Saqlaymiz. Blenderni ochib, tekstura qilishimiz kerak bo'lgan joyini tanlab olamiz. Aynan shu qismlar xuddi shu ko'rinishda bo'lgani uchun modelimni ana shu yuzalarni tanlab olaman. Hamma yuzalarni tanlab olib bo'lgach, material bo'limiga o'tib, yangi material yarataman-da. Assign tugmasini bossam, aynan ana shu belgilangan qismlar shu materialga birlashtiriladi. Ya'niki shu material faqatgina shu belgilangan qismlar uchun ishlaydi, qolgan qismlar uchun emas. Endi shading bo'limidan teksturalarni joylashtirishimiz kerak. Materialimizni tanlab olamiz. Shading bo'limidan materialni yuklaymiz. Materialni, teksturani materialga iladigan bo'lsak, u bizga birdaniga joylashadi. Demak, ko'rishimiz mumkinki, bu yoqda hajmi katta, chunki biz yuzalarimizni UV qilmadik, unwrap qilmadik. Tekstura to'g'ri ishlash uchun unga ikkita node qo'shiladi. Birinchisi texture coordinate, ikkinchisi esa mapping. UV ni vektor qo'yamiz, vektorni esa teksturadagi vektor qo'yamiz. Hech narsa o'zgarmadi, lekin bizga aniq kontrol berildi. Agar mana bu yerdan rotation'ni o'zgartiradigan bo'lsak, teksturaning shakli o'zgaradi. Hozircha aynan shu vaqtda kerak emas bu funksiya, shuning uchun avvalgi holatiga qaytarib qo'yamiz. UV edit qilish bo'limiga kirib, o'zimizga kerakli bo'lgan yuzalarni boshqatdan UV qilib olamiz. Bularni hammasini qilishdan oldin obyektni propertiesdan kirib, uni scale va rotation komponentlari 0 ga tengligi, o'sha scale modi 1 ga tengligini ishonch hosil qilib olamiz. Agar bunday bo'lmaydigan bo'lsa, UV bizga xato shaklda chiqadi. Qaytib edit modga o'tib, U unwrap angle based bosadigan bo'lsak, bu bizga joylashtirib beradi. Shakllar sal noto'g'ri ko'ringan bo'lishi mumkin. Ularni qo'lda joyini ham almashtirish mumkin. Xuddi shu UV ni boshqatdan qilamiz, faqat endi Smart UV Project bilan. Smart UV Project ham bizga to'g'ri kontrolni bermadi, chunki ko'rishimiz mumkinki, ushbu yuzar bilan bu yoqdagi yuzarning o'rtasida katta farq bor. Endi har bir qismni yoki qo'lda UV qilib chiqishimizga yoki hamma obyektni to'liq belgilab UV qilishga to'g'ri keladi. Hozircha hamma qismni bir tomondan tanlab UV qilishga harakat qilib ko'ramiz. %90 buramiz. Xato yo'lini tanlaymiz. Hammasini bir tomonga to'g'rilab chiqish. Keyingi tomoni hamma UV'larimiz tayyor bo'lgandan keyin ularni tanlab kattalashtirib olamiz. O'zimizni hajmimizga mos qilamiz. Hozir ozroq katta bo'lib ketdi.
taxminan shu ko'rinishda bizga normal, lekin bu yerda nimadir xato teksturada. Ya'ni biza ko'rishimiz mumkinki, ana bu yerda chiziq ko'rinyapti. Bu chiziq seam deb ataladi. Bu chiziqni biza Photoshop yoki Photopea orqali bemalol yo'qotishimiz mumkin. Hozir shuni qilamiz. Teksturamizni boshqatdan ochib olamiz. View Pattern Preview degan rejimni yoqamiz. Qarashimiz mumkinki, bu yerda o'sha teksturani xato qismi ko'rsatilgan. Mana misol uchun ana bu burchaklari bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydi. Buni to'g'rilash uchun birinchi ana bu qora qismini yo'qotishimiz kerak. Misol uchun ana bu o'ng tarafi ko'kroq, chap tarafi bo'lsa sal oqroq. Ya'ni ketma-ket qo'yilgan vaqtiga bir-biriga noto'g'ri tushgan. Teksturani sal hajmini kishantiramiz 40 orqali, faqat bu safar perspektiv emas, crop tool'imiz bilan. Taxminan shunchalar normal bo'lishi kerak. Keyingi qiladigan ishimiz xuddi shu narsani tepa qismidan ozroq va pastidan ham ozroq qirqamiz. Endi ko'rishimiz mumkinki, bu yoqda xato ko'rsatyapti. Endi biz teksturani yana boshqatdan eksport qilib yuklashimizga to'g'ri keladi. Ana bu qismni seamlarini yo'qotishimiz kerak, o'sha chiziqlarni. Buning uchun biz filtrga boramiz. Other offset. Offset beramiz. Okay. Endi bemalol oddiy ko'rish shakliga qaytishimiz mumkin. Va ana bu chiziqlarni yo'qotsak, o'sha seam butunlay yo'qoladi. Spot Healing Brush tool bizga eng yaxshi yordam beradi. Ko'rishingiz mumkinki, o'sha bo'yagan qismimizdagi g'alati shakllar hammasini yo'qotib beryapti. Ba'zida o'sha Spot Healing Brush bilan ishlamay qolgan vaqtiga biza shtampni ishlatamiz boshqatdan. Bu jarayonni qayta va ko'nglimiz to'q bo'lguncha takrorlashimiz mumkin. Chunki o'sha tekstura qancha chiroyli bo'ladigan bo'lsa, modelni o'shancha chiroyli ko'rinadi. Hozirga bo'lsa tekshirib ko'ramiz pattern preview orqali. Hali ham aynan o'sha qismi bilinmayapti. Lekin avvalgidan ko'ra yaxshiroq. Teksturani qaytadan eksport qilamiz. Buni albedo deb olamiz. Albedo chunki base color o'sha asosiy rang degan ma'noni bildiradi.
Blender dasturiga qaytib, shading bo'limiga kirib, ushbu teksturani almashtiramiz. Eskisini olib tashlab, ochish, yuklamalar va o'zimizning yangi teksturani tanlab olamiz. Ko'rishimiz mumkinki, teksturamiz yuklandi va UV xaritamizni boshqachadan kattalashtirishimizga to'g'ri keladi, chunki yangi teksturamiz bilan eski teksturamiz hajmi tushmayapti. Keyingi qiladigan ishimiz bu refleksiya bilan 3D ko'rinish. Biz teksturaga qiymatlar berish orqali uni 3D mayda detallarni 3D ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Buning uchun bizga normal map funksiyasi yordam beradi. Faqat unga mos tekstura tayyorlab olishimiz kerak. Saytga kiramiz. Filter 3D normal map funksiyasini bossak, bu bizga normal mapni tayyorlab beradi. Sozlamalarni ozroq o'zimizga sozlab olgan holatda, misol uchun hozirgi holatimizga har 2 pikselga blur qilingan funksiya bo'lishi kerak. Ya'niki har ikkita piksel bir xil bo'lishi kerak. Shunda normal mapimiz chiroyliroq ko'rinadi. Normal mapimiz tayyor bo'ldi. Endi uni nomlab eksport qilib olamiz. Yuklaymiz. Vektorni ulaymiz. Colorga to'g'ridan to'g'ri normal mapga ulamasdan yana bitta not qo'shib olamiz. Displacement normal map. Colorga normal. Ko'rishimiz mumkinki, aynan bir qismi boshqa rangda, qolgan qismi esa boshqa rangda render qilishi mumkin. Ushbu xatolikni to'g'rilash uchun Tangent Space ni Object Space qilamiz. Endi hamma qismi bir xil render qilyapti. Va yaqindan mayda detalga e'tibor bersak, xuddi o'rta qismlarga soya tushgandek, o'sha xuddiki 3D dek sezilyapti, lekin modelimiz 2D. Oddiy shunchaki tekst yuzi. Keyingi ikkita qiymatimiz bo'lsa metal qiymat va roughness qiymati. Roughness qiymatini qancha tushiradigan bo'lsak, yuzamiz shuncha refleksiyani ko'p beradi. O'ziga tushgan refleksiyani boshqa joyda ko'rsatadi. Agar metal qiymatimizni oshiradigan bo'lsak, metal qiymatimiz yorug'likni qaytarish nuri oshadi. O'sha atrof muhitdagi obyektlarning nuri unga kelib tushgan nurlarni boshqa joyga qaytaradi. Ya'ni xuddiki oyna kabi ishlaydi. Aynan bu yuzamiz uchun metal qiymat kam bo'lishi kerak edi. Biz o'sha o'rtadagi chiziqqa boshqacha, bu qismlarga boshqacha bo'lgan normal map, o'sha metallic map, roughness maplarni tayyorlab olishimiz mumkin. Lekin hozirgi holatiga bu xaritalar kerak emas. Shunchaki ularning qiymatini to'g'ri joylashtiradigan bo'lsak bo'ldi. Roughnessni oshiramiz va teksturamiz